Adaş ben geldim. Ha? Kelam mı? Ha, kırıyor adam sen. Oy Adaş. Bu sen okuldan kimin adam seni mi? İlyas'ın kiyimleri. İlyas sana kimin uzak şöyle. Ay şu kiyimleri qarsam meni atib ketibdi. Uydagi kiroz buzib qolibdi ma'kib. Yuk beraydi. Adaş kırak düzüp ağam başlamış özüymek ya. Oş, adaş o'g'illarni yurgan kiyim qancha ko'makchi. Yerim qolgansa o'tiraman. Arasa adaşmay kirlanib qulaman yurdim, juma kira olishadi. Oynaymışka kırak oyunu ve sanmamı. Shunda bu o'g'illarning kiyim bo'lgankin, kira olsam ishlatsan yaxshi bo'ladi. Vay ada, nimlen de yürüyediğen sen. Karama kuldurunan bulup ketkiniga. Ada sen hazır ilerlen toyqumay durup lan bunda kırlarını yuyup alsan yama ütüp koysan cıma. Kızalığın bunda aksa toğuna adaş. Hazırdan başlap itip birmen, yuyup birmen, qıp birmen sen. Kesin bozak itamsın yana. Ay adaş, ya onda ta nazil qızladım bo'lmasam nozli yere qizla qilmaydi. Ada sen ileri başta işlemsen. Sen rastın mı işin sen? Ha? Sendekiler jolleyin alıyoruz. Of, leyna bo'lsam bo'lg'andi. Adaş. Benim uyağımda turg'uzib Qalliq ya, bir qalliq turuyaptım. Bunda bu. rahmat sana. Anne, ada sen nimden de yürüysen. Sen bana emas, ben sana rahmet etsem doğru olur. Sen bana olsan böyle üzerime yağıp durdun. Ben daha sen bu ağaçqa zirkip qalmay, korkmay turuyaptım. Budan bundan gelip qildigan bo'lsam, men senden bek renjib ketman. Ras xafa qolman. Harus öpüş. Ya bilan sevadi görüştiradi. Mashinam vaqtim yetmaydi. Balki vaqtim yetganda. Tatmini. Oy, xinem. Şikala şişi ha qo'ltasanlar, men u yerda yerni qovlab, shigolaga qo'ltiramdim. Yo'q, men bormayman. Oy, sen meni qanday yaqindan sen bormisan qo'lda? Oy, yo, men chiqmayman. O'zim chiqib, yo'q. Chiqamsa. Chiqmayman. Chiqamsa. O ben mümkün. Chiqamsa. Ben çıkma. Çıkamda bu çıkay. Ben okulda çıkay. İşte o. Çıkma. Bak Ulan eski Ege. geldi. Ha, tamam. Ben gittim bu. Hadi. Arasinem. Iliq Venera degan do'stingiz nima ish qildi? Shirkat ochdi, boshliqim. Bek yomonkan nosab qizada, ha? Qizlarni uydagilarmi xilbayka shirkat etpagini qaraganda. Xilbay. Lekin do'stim mushu maktab o'qiyotgan vaqtlarda to'g'ri so'z qildi. Unda oliy maktabni bitirib shirkat echib degandek uydagilar tayanmaydi. Qalamaqanga qilmagan chig'im keldi. Voy, yo'q. Xato tushunmadingmi, ha? Haras, u do'stingizning o'g'il do'sti bormi? Yo'q, nima bo'ldi? O yo'q, shundan so'rab baxtim. Mana adash, men. O'tir. Sizlarga tanishtirib qo'yay bir-birini. Bu yoq mening sizga doim gapim qilib beradigan do'stim Venera. Bu yoq mening moddim Ilyas. Voy. Yaxshimisiz? Ishqilib ishkanlarni ko'rishtiribdi. Adash shunday xo'sh bo'ldi. Ishkanlarning eng yaqin odamlarim. Adash bugun nima yegan kelsa, shuni buyurtgan. Bugun biz nima qilamiz, shunami? Shu. Nima buyursangiz buyurting, biz mehmon qilamiz. Bismillah ya.
Haydi da. Yıldana, ete, abidanın tuğlan günü. Onu tutmamanızı, ete, öydekiler bilen birlikte tamak yiyin. Atimning ishim bor da boramiz menimki. Açarlı karşı şundak deyip gelse, mene dadam dep bilsem, çokum gel. Ma'qul. Men boray. Eğer abang telefon qilib qolsa, telefonini ep qo'yg'in, bo'lmasa ko'ngli keldi. Opam? Qaysi opam? Mening opamchi o'lgani 15 yil oldu. Ben çıktım dedim. Abidemizin apağında. Gibim, kaçamı kulkulda tura ha? Vay bo'ldi qiladi da. At ko'rishaylik. Ildana davomli kupon chiqib kelayapti degan bana. Chikanlarning rasmini ko'rsatgan. Buni qarasam, siz rasmdagidan chiroyli ekansiz ku. Shunaqmi? Rahmat. Eras aplik olsa ündaringiz qo'shib olayman. Mening undarimliklarning 80% qiz ola. Ha? Xatochaman. Aplik olsa undaringiz qo'shib olayman. Nimishqa? Ha, boshqa maqsad yo'q. Endi Ildananing do'sti degan gap, mening do'stim degan gapdan ha. Bundan keyin davomli ko'rishib turamiz. Uning ustiga sizning o'g'il do'stingiz yo'q ekan. Yolg'iz qolgan vaqtlaringizda menga gap qilsangiz, mana bir yomg'irli kunlarda qo'yga yapkamdan. Andras, siz turib mal sotib ekansiz-ku? Men sotishmasam bo'ladi emasmi? Siz qanaqa sotasiz? Sota olamsiz? Masalan, qanday mahsulotlarni sotasiz? Men shu qizlarning g'irim buyumlar, o'riqli kononi, endi UZDF markasiga xultishgan bitta sotaman. Bunda da UZDF markasiga o'qilishgan bitta sizning mahsulotingiz ekanda, ha? Bizning shirkat qizlar ishlatibdi-ku, unim bek yaxshi deb maqtayotgan. Ha, shundami? To'g'ri, bizning mahsulotni qizlar ko'pincha ishlatadi da. Qanday siz sota olamsiz? Deb qopsiz. Mening undarimliklarning 80% qiz ola. Ha? Xatochaman. Ularning hammasi shu burunqi xizmatdoshlarim va hozir xizmatdoshlarim. Shundaqmi? Mening sizdan undarim ketishim bek afsus. Xo'goy ishkasak, menlar xo'goy deganlar bek ko'p da. Siz mening yolg'iz qilishimdan ansirmisingizmi bo'ldi? Ya'ni kelib, men yaqin do'stimning, o'g'il do'stimning undarini qatmayman. Xizmatdoshlarim deb qo'ying. Siz Ildanani oldiga olganingiz bilan meni hargiz oldiy olmaysiz. Ildanani yaxshi ko'rsangiz, boshqalarning undarini qatman demay, uning bilan yaxshi yuring. Bo'lmasa, ayilib keting. Siz nima demoqchi? Men sizga eskartib qo'yay. Agar siz Ildanaga yuz kelmaydigan bir ish qilib qolsangiz, men sizni hargiz bo'sh qo'yib etmayman. Hamsi men qaytay. Ildanaga men shirkat ish qilib qopti deb qo'y. Uzatmadan. Undaringiz qo'shsam bo'lmaydi deb ketganda men aynaqni. Yamallab ketib qoldi-ku. Yomallab ketdi? Nima bo'ldi? Boshqa ishmi bo'lmagan. Ama shu undaringiz qo'shib olay desam, qoqshab ketdi yo'q qizlar. Voy, sizmi nimaga undaringizni qo'shma deb yurgansiz endi? Voy, endi jinim shu u sizning do'stingiz bo'lgandan keyin, ham sizga ko'p yordam qilgan bo'lgandan keyin, bir veshingizni qo'shib olib, keyin siz bilan aloqa qilishmay qolgan vaqtimda bir aloqa qilishib sizni tepalay degan umidda menmi? Men nima bilan bu qizlarni onda qoqshab ketganini? Tanlozning dadi bor ekansizmi? Hey jinim, o do'stingiz sizni ko'ramay qoldim ya. Bu do'stingizning muhabbati yo'qdi-ku. Abayat yo'q, ikkimizning yaqinchilik qilganimizni ko'rib, shuni ko'ramay yamallab ketib qoldi-ku. İç yaman. Oy, xinim. Shikola shishi xaxaq qo'ltasanlar, men u yerga lopavlar, kishi go'lyaq qo'ltiramdi. Yo'q, bo'lmadi. Voy, sen meni eng yaqin do'stim tutsan bormisan qo'nav? Yo'q, chiqmayman. Shu zaman chiqib. Voy, siz tulchu qilaymagan gap qilmang, men siz deb qo'yay. Venerachi unlab boshqalarni ko'rmaydigan qiz bola emas. Hamma qilsiz. Bundan keyin Veneraning keyin buna gap qilgan bo'lsangiz bosh qo'yib etmayman. Ha, ma'qul, xafamaydi. Lan? Xafamaydi nima?
Hoy kalım adaş. Nima deb qo'ymay ketdin? Ben ileri diyendim o şirkette ciddi işim çıkıp kaldıydı. Yo'g'ing haqqimni. Ilyor men de deyman. İleri sen evliliği? Ha, shuningda aytdi, do'stim shunday yaxshi-ki, o'g'liqki. Boshqa qizlardek undaq do'stim olibdi, meshisi qo'shib yurmaydi-ki. Ha, shu sinab baxsam sinaqdan o'tdi. Shu uzundan bilan yaqin do'st bo'lib o'tganlar bekor emas-ku deydi. O sana açtık dedi mi adaş? Hı? Orası da şundak dedi. Hı? İşte dedi. Ha. O da sen ona muhabbetse. O beni sınav neymi kıldı ki? Eşkimizden tam alışamadık mi ya? Adaş. İldana. Sen beni aldat bulamayısın. Bize tünürgün bugün tunuşka adamlar emez kara. Aslında senin muhabbet işine arılaşmışsan bulattı. Lakin bu iler diyen bala bana taza yakmadı. Endi o bana yıkış yapmaslık mühim emez kara. Mühim senin kömlün. Hem çıkkala arışalığını 20 yıldak boptu. Eğer senin kömlün taza çık bulamağın olsa, en yaxşı vaxtı bulduksan bulam ki. Menimce bu iler diyen bala beklen bu kapı, belki şallah deklen bilmedi dadışma. Ne bu? Onday sen tuncu görüş baştalı yoxmudum ha. İlyorga adet şunda çıkışqa, onluq baldı. Kim bilir bir yetkez yandan temtip paranlaşıp giderlekti. Bunda koçuk yoruk bolunun könüdün nemyem olup olmakçı dediyse. Amda adaş sen belki adette cihkaya qımağanken cihkaya qıpsın zeriktirip koydum o ya. Lekin ben şundan yaxşı görettim. Lekin adaş. Oldu adaş. İşkimden görüştürüp ben hataqa oxşayman. Bir qadın bana köngül ağırıq depip. İlerğim dep koydum adaş kelep qatım görüşten az gap bilan. Karım. O'ltiribsizda direktor. Mana bu bizning O'zdiyev markasi qultish kampini yegan iste'molchilarning inkasi va setlish ahvoli. Yana bizning boshqa mahsulotlarning setlish ahvolini ratlab qo'ydim. Bo'ldi. İnkazı qanaqroq? Inkaslar bek yaxshi direktor. Bek nurg'un iste'molchilarning yaxshi ko'rishiga erishdi emasmi? Ko'pincha iste'molchilarning inkaslariga qarsam, ular bizning O'zdiyev markasi qultish kampini iste'mol qilgandan keyin uyqu sifatining yaxshilanganligini, charch tushishning to'xtaganligini inkas qildi. Yana bor texi direktor, bizning yana bir xaridorimiz o'riqlitish kodonsini pishqab yegandan keyin 8 kilo o'riqlaganligini yozibdi. Haqiqatan yaxshi bo'ldi. Bu da bizning shirkatimizning ko'ziga nishon. Bo'ldi, materiallarni ishga qo'yib chiqasangiz bo'ldi. Direktor, yana sizga deydigan bir ozroq gaplar bor desam bo'ladimi, demsam bo'ladimi? Nim gap aytdi-da. Bizga men sen bulamı, demsem bulamı degan gap pek o'shkimli. O bu şu bizning shirkat yangidan kelgan Eldonaning ishi bo'lmamdi. Qachonlar qarsa o qiz shirkatga kelib telefon o'ynab yurgan, ya bo'lmasa kechikayotgan. Bunda qilsa ishimiz tövallab ketmamdi. O kechikkan kunlarni ayamiz men oldin deb qo'ygan. Telefon o'ynash kelsak, hozir kim telefon o'ynamaydi deysiz. Siz telefon o'ynaysiz-ku, men chiqdim sizning telefon o'ynaganlaringizni ko'rib qoldim. Men siz ortiq yaqindim. Endi xizmatchilar yerib charchagan ancha bir telefon o'ynab qolsa hech nima bo'lmaydi. Siz bek kirishamsizmi bo'ldi? Lekin direktor o kunda shundaqlam telefon o'ynablam yursa shirkatda bir haqiqatan bo'lsa mayli. Bo'ldi muqaddas. Siz chiqib ketsangiz bo'ldi. Ildan avlama o'zim parancha ya. Ma'qul direktor. Kim sizin xizmat vaqtida telefon o'ynaysiz dedi. Ishxonamga kiring. Nira degan qo'yma. Beshiq qo'rqitdim. Ben şu seni qo'rqitma deb chiqardim. Bo'ldi degina kayfiyat yaxshi emas bu. Yani sen beni anlayapın dostum. Nima bo'ldi? Muqaddasjon sen bir narsaga yaxshiman bu. Ay ya. Şu dadam telefon qilib
Şirketke üge yapamın toğulgan gün dediğine. Dadam kelmesen bolmayı dep durmadı. Menin bu kaçı bağım yok. Abi de diye kutunu kızmış. Ürvet günlükündeki. Adaştadan çokum kelgen degen boz dadanın yüzünü kıplamsam olmaydı. Bunun uxutun yanında daha kızınız onu kıldı, bunu kıldı dep tapdan kılıvermişsin. Buptu berip biraz saat oldurup kelgen. Aralıkta men sana telefon kılıp şirket ciddi iş çıkıp kaldı deyip öyle. Makul. Makul. Her az. Men sana bunu bereyim. Nima? Bu bizning shirkatdan yeni ishlab chiqargan galgonsi. Beklan pejmo sen ishlagan galgonlar hergiz o'xshamaydi. Ey Rospayzga cuma ishqib bizning shirkatning mahsulotlari borgan sari yaxshib ketib bordi. Balki. Çok yaxshi qolsa. Qorg'ina makilmam chatoq yo'qdi. To'xta. Sen bir qarab o'tday. Qo'xorim. Qil qo'mash. Varang. Endi bek chiroyli qiz bo'lib ketdim. Bo'lma, bara. Endi tug'ilgan kun qatnashgan. Ma'qul. Yemey dur. İldana açam kelganda tam yeymiz. Bo'lmasa İldana açam menga jiyan beribdi deb xafa bo'lib qolmasin yana. Bu filmning davomini biz O'zAvoz salonida ko'ramiz. Salon nomeri bosh betda bor.